Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida yirik va murakkab yong'inlarni bartaraf etish bo'yicha taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Mashq jarayonida qutqaruv xizmatlarining favqulodda vaziyatlardagi tezkor va muvofiqlashtirilgan harakatlari amalda namoyish etildi. O'quv mashg'ulot jarayonida fuqarolarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish, jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish va yong'inni qisqa muddatda bartaraf etish bo'yicha amaliy harakatlar bajarildi. Tadbirda akademiyaning 5-bosqich kursantlari hamda ofitserlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kursi tinglovchilari ishtirok etishdi. O'quv jarayonida zamonaviy yong'in qutqaruv texnikalari va maxsus asbob-uskunalar imkoniyatlari ham namoyish etildi. Xususan, Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi tomonidan bir nechta maxsus texnika va qutqaruv vositalari jalb qilinib, favqulodda vaziyatlarga tezkor munosabat bildirish bo'yicha amaliy ko'nikmalar ko'rsatildi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, mazkur taktik mashg'ulot tinglovchi va kursantlarning nazariy bilimlarini amaliyotda mustahkamlash, ularni real vaziyatlarga to'g'ri va tezkor harakat qilishga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mashq yakunida ishtirokchilarning harakatlari tahlil qilinib, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan tegishli tavsiyalar berildi.